tayyorgarlik daqiqalarini hozir amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Qolaversa, albatta mana shu kechagi mana shu baxtiyor kunga kelgan mehmon borki, barchaga albatta chiroyli sovg'alar, ajoyib bir yangi imtihonlar tayyorlangan. Buni ham albatta navbatma-navbat biz topshirishimiz lozim. Kela qoling, yana bir bora ma'muriyat rahbari ustozlarimiz bizlarimizdan. Rahmat. Bir jo'shqinlik kirib olaylik, emas tepaga chiqmasam ko'rinmayman. Borsizlar. Qachon borsizlar? O'xshamayapti, borsizlar. Bu yoqda sado chiqadi. Borsizlar. Musobaqa borda ko'p qarsa cho'kkan komandalar. Agar keyinga qadar hozir Toshkent komandamizni taklif qilamiz. Ostga chiqishlari bor ekan. Marhamat. Bugun imkon yorqin kelajak loyihamizning bir yilligi hamda yangi yilning ilk sahifalarini ochilishi bilan hammangizni muborakbod etamiz. Buyuk imkon degan loyiha viloyatlar yig'ilib ko'plab Qoraqalpoq, Surxondaryodan, hatto Azim Toshkent shahridan hamkor emish buyuk imkonga. Buyuk imkon yorqin kelajak qabul etmas yevro dollarni, faqatgina o'zbek so'mini qabul qilar kredit tizimi. Eshitdingizmi qonuniyligin? Ishsiz qolmas hech bir yosh qari, nafaqa ham tayinli bo'ldi, hamkorlikka chorlaymiz sizni. Uzoq yelib yugurdi ustoz, qabul sabr qildi, qanoat qildi, maqsadiga erishish uchun tinim bilmay mehnatlar qildi. Siz qadrli mehribon ustoz, ta'zimdamiz Rustamjon ustoz. Ko'plab kompaniyalarga qildik sayohat, hech biri ko'ngillarga bermadi rohat. Keyin tushundikki o'zbekda faqat buyuk imkon bordir, yorqin kelajak. Buyuk imkon, yorqin kelajak. Jonkuyari Alijon ustoz, barchamizga g'amxo'r mehribon talabalar yetakchisi u. Bobur shohning yurti Andijondan chiqqan yana oqila ayol. Ayollarga qanot bo'lgan u, har ishida dastakchi bo'lgan. Liderlarning sardoridir u, yo'lboshchidir har bir hamkorga, har ko'ngilga yo'l topa olgan aziz ustoz Gulchehra. Barcha viloyatlar ichida hamkorlarim jamul-jam qilgan, imkoniyatlar eshigini ochgan buyuk imkon bu yorqin kelajak. Shijoatli, jonkuyar lider, har bir ishda ko'makchi bo'lgan, iymonli, e'tiqodli oqila ayol. Rahmat sizga, Ramoxon opa. Liderlarning lideri bular. Azizimsiz, aziz ustozlar. Ta'zimdamiz biz sizga faqat. Rahmat sizga, ulug' ustozlar. Barcha viloyatlar ichida hamkorlarni jamlagan loyiha. Buyuk imkon, yorqin kelajak, go'zal xabar berdi millatga. Cho'qqilarni har kezda avval zabt etdi qurolichamiz. Buyuk umra safariga yo'llanmasini oldi qo'liga. Har bir inson qilgan orzuga 1,5 oy ichida yetdi. Mening emas, onam haqqidir deya e'tirof etdi. Ko'rinso onamiz xursand borib qaytdi umra safariga. Shundan buyon ona duosi har qadamda qo'llaydi bizni. Har bir qilgan duo ortidan saf tortadi aziz hamkorlar. Qadri baland, qadrdon ustoz, omad yor bo'lsin sizga har dam. Siz buyuk bir murabbiy bizga, go'zal yuzli Diloram ustoz. Yana bormish Jizzax tomonda ulug' ustoz Dilbarxon opa. Yaxshi niyat bilan safdoshlar bilan yo'l olganmish bizning tomonga. Loyihamiz madhiyasini bitmish bizga Xudoyqul aka. Buyuk imkon madhiyasi bu, yangrab tursin asrlar osha.
tashakkurga havas qilib har kim boqarmish aql inoq guzarlikka. Mehr daryo bahri keng ayol mehnatlaringiz samarasidir. Har bir hamkor uchun joni kuydirgan mehribon aziz ustoz. Mehnatingizga rozi bo'ling siz, aziz ustoz Dilorom opa. Sizning kabi halol bo'lishga so'z beramiz, mehribon ustoz. Buyuk imkon, yorqin kelajak, ta'riflashga hech bir so'z yo'qdir. Bunda jamdir o'zbek millati kuch birlikda degan xalqimiz. Gullardan go'zal insonlar, beg'uborlar, mehri osmonlar, qadrlilar, yaxshi insonlar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Joylashgan mush ajoyib makon, nomi shudir buyuk imkon. Unda bormish turfa insonlar, aqli inoq, go'zal insonlar. Opa singilni asir ukalar, yoru birovlar, do'stu yoronlar. Bizda mavjud aziz ustozlar, mehr daryo go'zal ustozlar. Ta'lim berib kelgan mehmonga rahmat ustoz Mo'juda opa, rahmat ustoz Fotima opa. Boshlarida go'zal bir malak, liderlarning qirolichasi. Ko'ngli toza, bag'ri juda keng, sabrlilar qirolichasi. Har bir kelgan hamkor uchun jon kuydirib tilim beradi. Ta'bi nozik mehmonlar uchun kulib turib ta'zim. Maktabangiz doimo ulug' bo'lsin. Umringiz hamisha mazmunli o'tsin. Yaxshi niyat bilan ko'ngillar to'lsin. Ustozlar, ushbu kun muborak bo'lsin. Ustozlarimizga arzimas qilamiz bor, Toshkent komandasi nomidan.
minnatdormiz. Rahmat. Xudo xolasa keyingi aytgandek Navro'z bayramiga 8-etap, 7-etap bosqichlarini ko'plab ko'rishni xohlaymiz. Xudo xohlasa hammaga omad. Toshkent komandasiga o'zim nomimdan hammasiga omad tilayman. 8-etaplarimiz hozir 4ta bo'lsa, keyingi Navro'zgacha Xudo xohlasa 20taga yetkazamiz. Rahmat deymiz. Albatta haqiqatan ham yuqorida aytganimdek mana shu buyuk imkon bu yorqin kelajak vaziyatda cheklangan jamiyat a'zolari haqiqatan ham har bir sohada faol ko'p qilgan insonlar. Shu bois ham albatta mana shu jamiyatda san'atkorlar, xonandalar ham bor. Shu bois ham ustozimizni badiiy maydonimizga chorlash lozim ekan. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Abdullajon aka Turopov kela qoling. Albatta chiroyli taronalar barchalarni quvontirib qolaversa, mana shu baxtiyor kunimizga albatta foiz boshlaydi. Ustozimizga mikrofonni beramiz va chiroyli taronalarda davom etamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor tushib mashina topib shu kompaniyamizni 1 yillik munosabati bilan avvalambor hammangizni kirib kelgan 2020 yil bilan quyoshlik bilan tabriklayman. Ilohim hammamiz sog' salomat bo'laylik, vatanimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin. Ilohim hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Marhamat, men ham shu kompaniyada mana hozir bo'lganman. Allohga minnatlar shukr. Hammamizga nasib qilsin, baland joylarga chiqib, chet el sayohatlarga borib kelishdi. Endi marhamat, ozgina narsalarni qilaman, o'zining qo'shiqlarim bilan. Mana ko'p xorijiy davlatlarda bo'lganman, Afg'oniston, Hindiston, Eron, endi bu yoqqa mayli o'zlaring qo'shiqlarga yana qolasan. Marhamat. Make up
روشم قصد ازم